الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Khamsun deb nomi bor. Usul-i Shashi degan ism bilan mashhur bo'lgan Nizomiddin Ash-Shashi Abu Ali Ash-Shashi rahimahulloh yozgan Usul-i Shashi nomli kitobimizning Al-Haqiqa val Majaz degan bo'limiga keldik. Al-Haqiqa val Majaz. Endi bu Al-Haqiqa val Majaz bo'lsa biz oldingi taqsimot darsimizda taqsim qilganimizdek biz İmam Ebu Zeyd Dabbusi'den tatip müştehid taksim kaidesi oturup koyulup şu İmam Dabbusi'ninki kaidesi boyunca onun için kelgen alimler hemmesi tüt taksimge şu boyunca taksim kelgen Hanefi alimleri. Fakat Sadr-ı Şeria rahimahullah ve onun için kelgen Molla Hısrav ve onun için muhakkik ulemalar bu taksimatta biraz İmam Bözdevi bilen ve İmam Nesefi bilen biraz almashtirish var. Bu almashtirish qasi desa, yani İmam Bözdevi ve İmam Nesefi qatorliq olimlar qanday usulni bilgan, bu taqsimni bilib, vujuhul bayanni vujuhul iste'molni oldida bayon qilgan. Vujuhul bayanni vujuhul iste'molni oldida bayon qilgan. Ya'ni الناس ظاهر الناس مفسر محكم خفي مشكل مجمل متشابه لانه وجوه الاستعمال yani حقيقة مجاز sarih kinayadan burun bayon qilgan. Chunki ular tefekkür qilgan ki eng dastlabda so'z vada ya'ni vujuhul vada dastlabda so'z qo'yiladi. Söz quyulgandan keyin bu so'zdan ma'no ya oshkor chiqdi yo keyin chiqadi. Keyin shu ma'no oshkor maxfi chiqqan ma'noni keyin ishlatiladi haqiqatga majoz bilan deb munda tushungan. Lekin sadr sharia yo'q, unday emas. Dastlab so'z vada bilan qo'yilgandan keyin buni ishlatamiz. Ya buni haqiqat yo'li bilan ya'ni mavdi alak ishlatamiz, tasavvur qiling yoki g'ayr mavdi alak ishlatamiz. Amma şu işletkenimiz ya uçuk buludu, sarih buludu ya kinoya yepiq buludu. Dajna tushundiga. At-tahqiq sadr shay'an qala mushu tahqiq bo'lishidir amaliyotda. Inchiklar tekshirganda shundoq. Endi mushu inchik farqi va usul-i Shashi demo yani Abu Ali Shashi rahimahulloh mushu sadr sharia rahimahullohniki qoidasi bo'yicha bunda qilgan yani haqiqa majaz yani taqsim vujuhul iste'molni ikkinchi taqsim qilgan. Anladım. Vujuhul bayanni-cho uchinchi taqsim qilgan. Lekin Nurul Anvarni o'qisanglar İmam Nesefi anaqa qilgan balki nimani boshqa bayon qilgan? Vujuhul bayanni boshqa bayon qilgan. Yani bu asli Bazdavining yo'li, İmam Bazdavining. Xo'sh, endi biz bugun o'qigan darsimiz haqiqa va majaz. التقسيم الثاني ikinci taksim yani biz birinci taksimini nima oldik? Xos, am, mushtarak, muavval. Sadr shay'ani qoidasi bo'yicha mushtarak, muavval mushtarakga kirib ketadi va jam'un munakkar dedik. Lekin İmam Bazdavining qoidasi bo'yicha nima dedik? Mushtarak, muavval. Jam'un munakkar amni kirib ketadi dedik. Endi mana ikinci taksimda haqiqat majaz. Haqiqat majazini so'zlashdan burun bir oz biz shu dastlabdagi mabadiyal ulumga yanishimiz kerak. Biz usul fiqhni tunishtirgan vaqtimizda 10 xil mabda'ni bayon qilib o'tgan. 10 xil mabda'ning ya bir qismini bayon qilib o'tgan. Shuning ichida istimdad deb bir istimdad. Yani bu usul fiqh nereden oladi kuchni? O'zining moddalarini, o'zining tarkibini nereden oladi deganda bu bilim o'zini ilmi kalamdan ve lug'atdan ve fiqhdan oladi. Usul fiqh
Nemelerni terkib topgan? Nereden aldı bu gücünü? Bilimini, yani terkibini nereden aldı dese akide biliminden. Birinci akide biliminden elindedir ve fıkhın elindedir ve lugat, ilmul lugat elindedir. Degenidir. Endi mana şu ilmul lugatdan elindiğen en yarkın noktalardan biri bugünkü dersimizde yüzündeki gücünü tapıdır. Qanday deganda ilmul lugat degan intayin keng bir fan. Bu ilmul lugatda sarf ilmi bor, nahv ilmi bor, buningda she'r bilimi bor, she'riyat bilimi bor, buningda ilmul balog'at bor. Shunga bir qancha 12 ga yaqin bilinadi buniki. Lugat ilminiki tarmoqlari 12 ga yaqin kelib qoldi taxminan. Shuning uchun eng muhim bo'lganlar qolsa sarf, nahv, balog'a, ilmul balog'a. Endi şu hakikat mecaz degan şu ilmul balog'at turidan ilingan. Ilmul balog'at turidan ilingan bir tür. Ilmul balog'at endi biz bu usul fiqhidagi hakikat mecaz bilan balog'at bilmediği hakikat mecazdaki farkını ayırış için oldi bilan biz balog'at bilmediği mecazdan biraz tunishib o'tishimiz kerak. Qisqacha. Ilmul balog'at bilimi cho'ng jihatdan ilmul maani, ilmul bayan, ilmul badi deb uchga bo'linadigan bo'lib, bizda hozir bir haqiqat majaz degan ilmul fasohat balog'at biliminiki ilmul bayan babida chiqadi. Ilmul bayan babida chiqadi. Endi ilmul bayan o'tib ketdik. Ilmul bayan o'tgandan keyin ilmul bayanda haqiqat majaz deganni, haqiqat degan bir so'zniki dastlabda bir so'z eng dastlabda qo'yilgan narsa ishlatilsa, bir so'z eng dastlabda qo'yilgan ma'no uchun ishlatilsa, bu so'z haqiqat deb ataladi. Agar so'z bir aloqaning jihatidan dastlabda qo'yilgan ma'nodan g'ayri boshqa bir ma'no ishlatilsa, bir aloqaning jihatidan bu majoz deb ataladi deb tunishtirilgandan keyin endi biz haqiqat deb ketdik. Haqiqat deganda gap yo'q ekan. Endi majoz kelib qoldikmi? Endi majoz degan nima deganda, majozni ilmul balog'atda cho'ng jihatni ikkiga bo'ladi. Biri majoz aqli, ya'ni biri majoz lug'aviy deb. Majoz aqli degan chu deganda ma usnida ila g'ayri fa'ilihi. Ya'ni fe'l o'ziniki fa'ilining g'ayriga isnod qilinsa, bu majoz aqli deb ataladi. Masalan, anbatar rabiul baqla degandek. Musulmonga nisbatan anbatar rabiul baqla desa, bahor 30 yoshni undidi degan gapdan bu asli fa'ilga isnod qilinmagan fe'lmish. Anbata degan fe'l o'zining fa'iliga isnod qilinmay, balki sababga qilingan, isnod qilingan. Ya'ni asli bu 30 yoshni undiruvchi kim edi? Alloh edi. Lekin bahor kelish sababi bilan 30 ungan. Bu bir sababga isnod qildi. Bu majoz aqli deb ataladi musulmonga nisbatan. Musulmonda biz anbatal rabiul baqla desa, u kofir bo'lib ketmaydi. Nimishqa? Bu majoz aqli qatoriga kirdi. Ya'ni bahor o'chibdan undidi degan gapdan, ya'ni bahor kelish bilan Alloh taolo o'chibni undidi deb bundan tushunamiz ma'nosini. Endi bu majoz aqli degan bu shu. Undan keyin majoz lug'aviy. Majoz lug'aviy deganimiz majoz aqliniki qalinisi cho'qim biz nima dedik? Bir qarina bo'lish kerak, aloqa bo'lish kerak, qarina bo'lish kerak dedikmi majozda. Bunda majoz aqlidagi qarina aqli. Aqlimiz orqali bilalaymiz. Lekin majoz lug'aviydagi qarina-chu shunday maydonda bor. Endi shu majoz ikkiga bo'linadi. Majoz ikkiga bo'linadi. Biri majoz isti'ara, ya'ni biri majoz mursal. Majoz isti'ara, ya'ni biri majoz mursal. Endi qanday bo'lganda isti'ara bo'ladi, qanday bo'lganda majoz mursal bo'ladi desa, ya'ni asli majoz degan gap, ya'ni endi biz aloqa bor dedikmi? Aloqa. Ya'ni so'zning asli ma'nosi bilan ko'chma ma'nosining o'ttirishidagi o'xshashlik aloqa. Agar bu aloqa birsi-birsiga o'xshashlik tarafdan bo'lib qolsa, bu isti'ara deb ataladi. Agar bu aloqa bu o'xshashlikdan boshqa aloqa bo'lib qolsa, bu majoz mursal deb ataladi. Endi bu aloqani muhaqqiq ulamolar 25 aloqaga yetkazgan. 25 aloqaga. Balki Alloh Xodimi majami qaqtida 50 qolib qolgan. İmam Zarkashi 60 qolib qolgan.
Anladım. Alakalı köp. Hem de muşu alakaların için fakat muşabehe bulab kalsa istiarada batılıdı. Muşabehe bu muğlacı biz mecaz murselde batılıdı dedik. Ama bu mecaz mursel mecaz mürekkep mecaz mufrad mürekkep de iki gibi dedik. Ha. Hem de muşu mecazla mesela bir misal alsak Ra'aytu eseden yermi desek müşahedeki esed ne oldu? Mecaz. O'qitayotgan müşrini ko'rdim desek. Bu mecaz xosiyatidagi mecazga tava deganda istiaraga tava. Ya'ni agar chunki bu yerdagi ben bir odamni nimaga o'xshatdim bu yerda? Shirga o'xshatdim. Chunki nimishqa yermi degan qarina. Yermi degan qarina. Ra'ayt men o'qitayotgan bir shirni ko'rdim desam. Ben bu yermi degan qarina orqali nimani bildim? Bu yerdagi asadning haqiqiy ma'nosida ishlatilmaydiganligini. Chunki shir degan o'qitilmaydi. Bunu bildim. O'qitayotgan bir shirni ko'rdim. Degandan keyin endi bu shir bilan o'qitayotgan odamning o'xshashlik qilgan keladi. Ha, demak bular buni vajh shabah bular shijoatdan nima qilgan? O'qishi degan bir-biriga. Shundan bu ra'aytu asadan yermi degan gapim nima bo'ldi? Istiara bo'ldi. Endi agar masalan o'xshashlik bo'lmay bu aloqa bizga o'xshashlik bo'lmay balki boshqa aloqalar bo'lib qolsa masalan mesela itlaqul juzu iradatul kull yoki bil aks yoki itlaqus sabab iradatul musabbab yoki bil aks yoki itlaqul hal ve iradatul mahal yoki bil aks degandek shundoq yo'llar ishlatilib qolsa masalan Kur'an-ı Kerim'de ve cealu asabi'ahum fi azanihim diye ayette parmaklarını kulaklarının içine tıkıp etti. Diye ayette isba' diyen gap bir şey kolunun uçudan, parmakın uçudan, parmakın tüyü geçi parmak hesaplanır. İsba'. Asabi'deki asabi' anamil'den nima mecaz. Aslında anamil. Unmula diyen olsa parmak uçunu kulaklarına kol diyen bulattı. Unmula demeyi asabi' dedi. Demek bu nima? İtlaqul kul ve iradetul cüz'ü. Yani ular yani parmak uçlarını kulakları oy tıkıp edemeydiniz. Çoğungur tıkıp yani. Katlı kanında da katlı korkanında da tas kaldı. Bütün parmakını kulaklarına tıkıp etkili diyen ben çıkıldı. Yani bu adamı da batıldı bu mecazın mursel. Alakatu nima? Alakatu cüz'iyye ya ki alakat kulliye de bunu atayımız. Hem de hoş. Biz muşularını düşündük. Hem şunday to'xtalamiz endi. Endi mushu nima haqiqiy majaz, usul fiqhga haqiqiy majaz mushunga o'xshamdi desa, buniki o'xshamaydigan shaylar qanday bizdan ayriladi, o'xshashgan shaylar desa, e'tiborotlar bilan, mavzusi bilan, bil mavduat bilan, ya'ni majal bahs nima haqida tadqiqot olib boriladi, nima haqida degan yerda ayriladi. Ilmul balog'atdagi haqiqiy majaz, ilmul bayonda chiqadi va ilmul bayon ya'ni so'zniki qandoq bayon qilinishi, qandoq shaklda texmi fasohatlik, qandoq texmi ta'sirlik bayon qilinishi haqida tadqiqot olib boradi. Unda olgandan keyin ular shu bo'yicha tushuntirdi. Men barmoqlarini qattiq o'yitib qo'ydi degandek. Lekin usul fiqhidagi haqiqiy majaz usuliylar bu haqda tadqiqot olib bormaydi. Usuliylar hukm haqida. Biz qanday qilish orqali haqiqatdan qanday hukm chiqadi, majaz qanday hukmni ifodalaydi, haqiqat qanday hukmni ifodalaydi. Bular biz haqiqat majaz bilan qanday qilib hukmga yetib boramiz. Kayfa nutawassalu ila al-hukm. Shu vajdan nima bilan balog'at fasohatdagi haqiqat majaz bilan usul fiqhdagi haqiqat majaz farqlanadi. Undan keyin shu sababdan majaz desa usul fiqhda istiara desa bu majaz desa bu majaz. Onun farkı. Hoş, endi hozircha shunga tushuntirib ketaman. Shunga tushuntirib ketaman. Undan keyin yana bir gap qolgan endi. Arabchada qachon kullu lafzin ittahada lafzu ve ta'addada ma'nahu yakunu salasatu ihtimal buna. Har qanday lafzi bir, ma'nosi ko'p bo'lsa bu yerda 3 xil ehtimollikning birisi bor. Yoki ishtirok bo'lishi mumkin, mushtarak.
veya ki nakl. Nakl bo'lishi mumkin. Bu ism manqul bo'lishi mumkin. Veya ki mecaz bo'lishi mumkin. Mushtarak haqiqa. Agar so'z mushtarak bo'lsa, buniki qaysi ma'nosi bo'lsa, haqiqat bo'ladi. Agar bu naql bo'lsa, ism manqul bo'lgan bo'lsa, buning ma'nosi ikkinchi ma'no haqiqat bo'ladi. Agar majaz bo'lib qolsa, u joyda majaz bo'ladi. Haqiqat bo'lmaydi. Endi ishtirokni biz oldingi darsimizda mushtarakni tushunib o'tgan. Ismul manqul hozir qisqacha deb beray. Nima ismul manqul degan nima desa, ism ikki xilga bo'ladi cho'njayapti. Biri ismul murtajal, yana biri ismul manqul. Ismul murtajal degan qanday ism desa, masalan, Ulanbek degan ism. Ulanbek degan ism. Bu ism sizga dadingiz Ulanbek deb qo'yib qo'ygan. Ma'nosi bilamsiz ismining? Ma'nosi nima Ulanbek deganning ma'nosi? Ma'nosi ulanib ketsin. Ulanib ketsin degan gap. Ulangan degan gap ma. Erkek bola ulandan, erkek bolalar kelsin. Endi ulanson degan gap ekan. Lekin dadingiz buni ism qo'yganda bu ma'noni o'ylab qo'ymagan bo'lishi mumkin. Balki bir odatga aylanib qirg'iliq, ha? Endi Ulanbek degandagi biz ma'no ismingiz kelmaydi. Faqat sizlar bu ismingiz kelamiz. Aslidagi ma'nosi ulangan. Lekin ikkinchi ma'noga yo'tkaldi bu. Yo'tkilib odat omlashib ketdi. Shuning bilan buni nima ataldi? Mansub. Ism manqulmush. Nima ismul murtajal. Ya bu ism murtajal degani. Endi ismul manqul deganimiz qozi degan ismul manqul degan masalan as-salah. Kalimat as-salah. As-salah degan so'z masalan mashhur. Aslida lug'atdagi ma'nosi duo degan bo'ldi ma'nosi. Lug'atdagi ma'nosi. Lekin bu shariatda namoz degan ibodat qism bo'lib qo'yildi. Yani istilohiy so'zning istilohiy ma'nolari nima ataladi? Ismul manqul deb ataladi. Masalan sayyara. Sayyara degan so'z aslida Qur'on Karimda qilingan karvon, qadimgi zaman. Hozirgi zamonda mashina. Yani hattoki shu darajada bo'lib ketdiki, hatto unutib ketamiz avval qismini. Ismul manqulda ism yo'tkilib avval qismdan keyingi qismga avval qismni unutib ketamiz. Hozir biz sayyara desa hozir hammalarning qalbisiga mashina keladi. Karvon kelmaydi. Endi men shu aytgan savol. Unda murtajal bilan manqulning nima farqi bor? Ikkisining o'rtasidagi farq nima? Desa, ingichka farq bor. Ismul manqulda avvalgi ism bilan keyingi ismning o'rtasida aloqa bor. Bog'lanish bor. Masalan, sayyara desa karvonmi mangadigan narsa. Sayyara hozirgi sayyarami mashinami mangadigan narsa. Endi lekin az Ulanbek dedikmi? Ulanbek degan ismni hattoki ulansun deb qo'ygan ism. Dastlabki ulansun deb. Lekin hatta siz uluning ulanmoq ishimiz yo'q. Siz üzülüp ketsiniz mi? İşimiz yok. Yani o isim bilen sizin alakamız yok yani. Bağınız yok. Mesela bir adam gibi Faruk da isim kaptı. Faruk. Faruk deganning ma'nosi haq bilan botinning orasida ayiruvchi degan bo'ladi. Bu odam davomli harom qo'ygan. Xuddi haq bilan yitqa odam bo'lib qoldi, ismi Faruk ekan. Ya'ni murtajal. Ammo lekin bu manqul deganda aloqasi bor. Manqulning ilgisi bilan aloqasi bor. Haqmi shu. Endi majaz. Demak, uch xil shaklda birisi bo'ladi. Bu jihatni so'zladik. Onun keyinidan usul fiqh. Maqsadimiz, asosiy maqsadimiz usul fiqhdagi majaz bilan balog'atdagi majazning farqini demakchi, yana bir eng muhim bo'lgani Qur'oni Karimda majaz bor. Qur'oni Karimda hadisda majaz bor, arab tilida majaz bor. Qur'oni Karim arab tilida nozil bo'lgan, bu majazning yo'q degichilar Qur'oni Karimda buni yo'q desa bo'ladi. Eng oddiysi Alloh taolo Qur'oni Karimda nima deydi? Kullu man alayha fan, kullu man alayha fan ve yabqa vejhu rabbike zil celal vel ikram. Yani ziminning ustidagi yoki olamdagi hamma narsa o'ladi, tugaydi, yo'qaydi. Faqat sening ulug' Zuljalal, ulug'lik isi bo'lgan Rabbingning vajhilam qolib qoladi degan gap. Vajh degan gap lug'at ma'nosi nima? Yuz. Agar biz mushuni majaz ma'nosi etmasak, Alloh taolaning yuzlam qoldi qolgani yo'qolib ketgan ma'nosi qilajaqda. Buni nima deymiz? Bu min itlaqil juzu iradatul kull degan bo'pti. Ya'ni Rabb taolaning zoti qoldi. Anladın? Senin Rabbingning zoti, Rabbingning o'zi ham qoldi, bir Xudoyim ham qoldi, qolgan hamma narsa nima? Tugaydi, o'ladi.
degan gap. U biz majoz ishlatmay mumkin emas. Hatto biz masalan nima dedik oldingi darsimizda, aqida darsimizda nima dedik? Majoz degan narqa oyat mutashabiyatlarni ilmini Alloh taolo tafsirimiz dedikmi? Ba'zan oyatini xuddi shu va yabqa vajhu robbika zul jalali val ikram degandek shunday oyatlarni, ba'zan oyatlarni biz lozim nima qilamiz? Ta'vil qilamiz. Ta'vil qilish vojib. Anladın? Buni yani ta'vil qilish qilmay bo'lmaydi. Ba'zi oyatlarni ta'vil qilsak ham bo'ladi. Tafsirimiz, ilmini Alloh tafsirimiz, ba'zan oyatlarni nima qilishimiz kerak? Lozim ta'vil qilishimiz kerak. Buni ta'vilni batadi, majozlar batadi. Xo'sh, endi darsimizga kirib ketaylik. Musannif nima deydi bu yerda? Faslun fil haqiqati val majaz. Bizniki kelgan faslimiz bo'lsa, haqiqat va majaz haqidadir deydi. Endi bizga oldi bilan musannif haqiqatniki ta'rifini so'zlaydi. Uningkin majozning ta'rifini so'zlaydi. Deydiki, kullu lafzin wada'ahu wadi'ul lughati. Wadi'ul lughat qo'ygan har qanday bir lafz bi iza'i shay'in fa huwa haqiqatullah. Kullu lafzin wada'ahu wadi'ul lughati bi iza'i shay'in fa huwa haqiqatullah. Wadi'ul lughat bir shay'ning barabarida qo'ygan lafzning hammasi ashu shay'ning haqiqati bo'ladi. Vadi'ul lughat so'z tuzguchilar, so'z qo'yguchilar, til tuzguchilar deylar. Til tuzguchilar bir shay'ning barabariga, bir shay'ning uduliga bir so'zni qo'ygan bo'lsa, mushu so'z mushu shay'ning haqiqati bo'ladi. Asli bo'ladi. Endi haqiqat degan nima gap? Asli haqiqat degan haqqa yahiqqun chiqqan, ya'ni sabata. Yani sabit bo'lsa degan gap. Yani haqiqat degan gap asli nima? Haqiq degan nima? Ismul fa'il, ism nima? Sifa mushabbaha. Ism fa'il ma'nosida. Yani haqiqun degan gapning ma'nosi sabitun. Qayb ta marbuta deb kelgan bir ketsa, nimani ismni sifatlikdan ismni qo'yib ketishun kerak. Buni ta'un naql deb ataladi. Ta an-naql. Ba'zi chaqda sifatlarni ismga aylantirish uchun ta'kid qilinadi. Masalan, va'dadan chiqqan va'dun vav nima kelib ketgan? Ta marbuta bo'lib idatun, ida. Ma'nosi va'da. Ismga aylanib ketdi. Ismi masdardan ismga aylanish uchun ta'kid qilinadi. Bu ta'un naql deb ataladi. Bu yerda haqiqatun, ya'ni ay sabita. Endi nima sabita desa, ya'ni sabit bo'lgan. Ashu so'zga, so'zning ma'nosi uchun sabit bo'lgan, muqim bo'lgan so'z, lafz. Bu yerda haqiqatning ma'nosi yo'q demasa, bu yerda haqiqiy majozning so'zning ma'nosi emas bu yerda. Biz hozir nima turyapmiz? Mabahisul alfozda turyapmiz. Lafz hammasi. Shunga davomli kullu lafz deb aytgan. Ta'rif qisqanda lafz deb kiradi. Haqiqat desa biz so'zni haqiqat ma'nosi deb ma'ni qarab olsa bo'lmaydi. Lafz bizning ishimiz hozir lafz bilan, ma'no emas. Lekin tabiiyki lafzdan ma'no nima emas? Ayrib ketmaydi. Lafz bo'lsa uni ma'nosi bo'ladi. Shuning uchun ma'nosi tikida bor. Endi fa huwa haqiqatullah. Undan keyin mushu lafz masalanga olsak, asad degan so'z. Asad degan lafz bir yirtqich hayvonniki udurida qo'yilgan. Mana bu aslida bu yirtqich hayvon. Men mushu yirtqich hayvonga asad degan ismni qo'ydim. Asad degan ism nima? Haqiqa. Mushu ism, mushu yirtqich hayvonga qo'yilsa, ishlatilsa haqiqat bo'ladi. Qachonki mush asad degan ism mushu yirtqich hayvonga ishlatilmay, shir degan ism mushu yirtqich hayvonga ishlatilmay, balki bir munosabat tufayli, aloqa tufayli boshqa shijoatli insonga ishlatilib qolsa, bu haqiqat bo'lmaydi, balki majoz bo'ladi. Yani walau istu'mila fi ghayrihi yakunu majazan la haqiqatan. Agar mushu ma wudi'a lahning g'ayrida ishlatilsa, yani asli qo'yilgan narsaniki yuzga emas, balki g'ayriga ishlatilsa, u majoz bo'ladi, haqiqat bo'lmaydi. Xo'sh, endi summal haqiqat ma'al majaz. Endi buni haqiqatni tunib bo'ldik. Haqiqatni tunigandan keyin avtomatik holda bitalazum nima tunaymiz, majozni tunaymiz. Haqiqatni bilganda lekinda uni tal aksini bo'ldi ekan. Nima bo'ldi ekan? Majoz bo'ladi. Ya'ni haqiqatni de kullu lafzin wada'ahu wadi'ul lughati bi iza'i shay'in fa huwa haqiqatullah. Wa law istu'mila fi ghayrihi yakunu majaz. Yani kullu lafzin istu'mila fi ma wudi'a lahu fa huwa al-haqiqa. Wa kullu lafzin istu'mila fi ghayri ma wudi'a lahu fa huwa majaz. Bunu tushundik.
Emdi thummel hakikatu emdi hükme thummel hakikatu ma'al mecazi la yectemi'a. Bizim Hanefi mezhebimizde asası bu hükümün birisi. Hakikat mecazülen bil hakikat la yectemi'ani iradeten min lafzin vahidin fi haletin vahide. Bir lafızın bir halette irade kılınış cihatte hakika mecazdan cem kelmeyi. Bir lafızdan bir vakta esed diyen sözden bir vakta şer ve batıl diyen gep tan irade kılınışı mümkün emez. Adam müstehil mümkün emez. Mesela ra'aytu eseden yermi o qıtıvatqan bir şeyni gördüm desem yani manisi o qıtıvatqan batıl erini gördüm diyen buludu. Ra'aytu eseden de desem bir şeyni gördüm diyen buludu. Batılını gördüm diyen olmaydı. Bu ikisi birlikte ra'aytu eseden yermi desem o qıtıvatqan şeyni ve o qıtıvatqan batılını gördüm de manisi mümkün emez. Ra'aytu eseden de görsem şeyni gördüm diyen ben batıl edemi gördüm ve şeyni gördüm de manisi mümkün emez. İki mani tenkit mümkün emez. Fakat ya o irade kılındı ya bu irade kılındı. Ma keskin kaide. Hani mezbetki. Ve lihaza emde yani thumma el hakika la yectemi'u ma'al mecaz. Yani el hakikatu ma'al mecaz la yectemi'an diyen muşu kaidinin cidden yani hakikatle mecazın bir lafızdan bir halette cemkenmestiki diyen muşu kaidinin cidden lemma ulide ma yedhulu fi's sa'i bi kavlihi aleyhisselam yani Peygamber aleyhisselam'daki lemma ulide ma yedhulu fi's sa'i bi kavlihi aleyhisselam Peygamber aleyhisselam'daki tüvendeki hedisinden sağa kişilediğin sağ diyen kemçe tartıdığın tarazi kilo diyendek kapan kaçak uçu diyendek turuz kapan turuz bunda kemçilerin içigi düşüdüğün içigi kirdiğin neyse irade kılındığın boğaçka o Peygamber'in kavlu khas kavlu yani Peygamber la tebi'ud dirheme bid dirhemeyn ve la sa'a bis sa'in. Peygamber bir tengini iki tengini satmanla bir sani iki sağı satmanla digendeki sa'den murat tengiden hakikat manası murat dirhemden dirhem hakikat dirhem sa'dan ço digende bir şey mecazi manası murat. Dediğini mi dedi da sakata i'tibaru nefsis sa'i yani bir müşahede sa'nın üzünü itibarı saklı olur. Nazarın saklı olur. Yani sa'nın üzünü mesela diyen mesela 1 kiloluk kaça var? 2 kiloluk kaça, 3 kiloluk kaça, 10 kiloluk haltı var mesela. Bu hemisi sağ, kemçe. Kemçe. Bunun da mesela ya kaçılık, 1 çilek buğday, 2 çilek buğday diye burada ölçüp setelidir. Hem de azıcık zamanımızda kilo ile litre. Kilo diyen de mizan, vezin. Kilo vezin, nimiç o? Sa nimud keyl. Sa diyen de batırdı o litre. Mesela bir çilek, iki çilek, bir kapan, iki kapan diyen mesela. Hem de müşahedeki sözün sa'nın üzünün hakiki manasını mesela bu çilek. Nazın tatlıdığın çilek kaça. Lakin mecazi manası şu kaçının içinde tatlıdığın neyse. Peygamber Aleyhisselam'daki bir saniye iki saat satmakla, bir kemçin iki kemçik satmakla diye bulamdığının manasısı yakında diyor. Belki yine şu kemçildiğin neside bir çilek kıldığı cins taş bulan nesini şu kemçildiğin neside iki çilek kıldığı nesine satmakla diye buldu. Hem de onu manası aynı bulan dikildim esildeki manasını kalıdı o. Nezerini saklı kılıdı. Şuna hatta caze bey'ul vahidi minhu bil isneyn. Yani bir tane çilek değil mi? Mada çilek bir çilek ne? Maaş çilek iki çilek satsam bu ne olur? Anladın? Çünkü bunun da cezanın ki eşkandanımız yok. Çünkü illetinden khas yapılmaydı. Vezindaşlık, cins taşlık diyen. El veznu ma'al cins. Ya ki el cins ma'al vezn. Yani bu iş tepilmaydı. Tepilmediği için bir neçesi olaydı. Ama bunun mesele bunun içindeki tatildığın nesile. Şunun bunu hakikatle mecazın cemtiyemeyi kalmışız. Muşu kaidi bu içedeydi. Biz ma meselede müydük kaidi çıkardık. وَلَمَّا اُلِدَ الْوِقَعُ مِنْ آيَةِ الْمُلَامَسَةِ Şu sebebimiz deyimiz ki, Hanefiler deyimiz ki, mulameset ayetidir. Mulameset ayetidir kalsı ayet. Mulameset ayetidir vika, cima irade kılınan boğaçka, kul bilen sılaşını irade kılıştı itibari nezerini saklı oldu. Mulamese ayeti diyen Allah Teala'nın ki Sure Maide'nin 6. ayeti Euzu billahi mineşşeytanirracim ve in kuntum cunuben fettahharu
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أو لامستم النساء degan sizlar ayollarınlar bilan jima qilsanglar, su topolmay qolsanglar, pak tuproqqa qasd qilib, pak tuproqni tayammum qiling degan oyat. Mishadiki lamastum. Lamastum degan so'zdan nima irod qilindi? Bil ijma' bayna Shafi'iyya va nahnu. Shafi'iylar bilan Hanafilar o'rtasida ijma' birlikda jima irod qilindi. Jima irod qilindi. Jima qilganda o'xshashlar. Ta'sinidir. Endi lekin bizniki mazhabimizda bir odam ayolini shunda qo'lda silab qo'ygan bo'lsa, ayolni qo'lda silab qo'ygan bo'lsa, tahorat sinmaydi. Jima qilgan bo'lsa tahorat sinadi. Ya'ni ma oyat majaz so'zining asli ma'nosi, mulomasasining asli ma'nosi silab qo'yish degan gap. Haqiqat ma'nosi ayolni silab qo'yish. Majoziy ma'nosi-chi jima qilish. Endi biz jima qilish degan ma'noni iroda qildikmi? Silab qo'yish degan ma'no iroda qilinmaydi. Bir odam ayolini silab qo'yganda tahorat sinmaydi. Qachongacha hattoki unda ham mazi yaman ichib ketmaguncha undan tahorat sinib ketmaydi. Silab qo'yganda tahorat sinmaydi. Nemishqa mush bizniki haqiqatlan majaz jam kelmaydi degan qoida bo'yicha. Ammo Imom Shafiiy deydi, Imom Shafiiy jam keladi deydi. Agar mumkin bo'lsa jamlash mumkin bo'lsa keladi. Jamlash mumkin bo'lsa degan. Imom Shafiiy ishtirokda dedi-ku, ida imkon. Mumkin bo'lsa keladi, mumkin bo'lmasa kelmaydi deydi. Lekin bizniki qoidamiz kelmaydi. Qala Imom Muhammad rahimahulloh, amni bizga nima qilyapti hozir? Mush bizniki Hanafilarniki usul fiqhisi, fiqhni ilg'angan qoida bo'yicha Imom Muhammad rahimahulloh, Imom Azam Abu Hanifa, Abu Yusufdan so'zidan bevosita ma'noni bunda fatvoga chiqqan qolganda bunda qoida bor ekan deb bizga usul fiqhning qoidasini chiqarib beryapti. Qoida kulliya. Imom Muhammad rahimahulloh bunday dedi. Bizni savol so'rabsiz demoqchi faqih usuliy deydiki, siz nereden çıkardınız bu kaydını? Dep savol so'rabsiz, men deb bilasiz bizniki imomlarimiz bunday deganlar. Imom Muhammad rahimahulloh deydiki, "İza awsa li mawalihi va lahu mawalin a'taqahum va li mawalihi mawalin a'taquhum kanat al-wasiyatu li mawalihi duna mawali mawalihi." Yani bir adam o'ziniki ozodkorlarga, ya'ni o'zini ozod qilib o'tgan mu'taq deydi. O'zini ozod qilib o'tgan qullarga bir narsani nasiyat qilib bir molni vasiyat qilgan bo'lsa, o'ylab qolsam, mal meniki ozod qilib o'tgan qulimni qolsin deb vasiyat qilgan bo'lsa, valahu mawalin a'taqahum degan. Halbuki mush vasiyat qilgan odamniki ozod qilib o'tgan mawalin a'taqahum. Ularni ozod qilgan nimasi ekan, ozodkorisi ekan amaliyotda. Ma'lum bo'ladi haqiqat birinchi. Va li mawalihi, amma mush vasiyat qilgan odamniki ozodkorlarining, ya'ni ozod qilib o'tgan qullarining ham mavalil ekan degan gap, ozod qilib o'tgan qullar bor ekan. Ya'ni bu mush ozodkorlarmi qul ozod qilib tutgan. Ozod bo'lganligi bu tepib, umum qul ozod qilib tutgan bo'lsa, bu yerda ozodkorlisining nima bo'ldi? Ve musi vasiyat qiluvchiniki majozen ozodkorlisi bo'ladi. Haqiqatan ozodkorlisi nima bo'ladi? Uniki ozodkorlisi bo'ladi. Majozen ko'chma bilan ozodkorlisi ozod qilayotgan odam bu ma'noda nima bo'ladi? Ozodkorlisi bo'ladi. Tamam, hozir endi bu odam vasiyat qilibdi. Ozodkorlarimga ma'nosi qolsin, mana shu pul qolsin deb vasiyat qilgan bo'lsa, ular qolgan bo'lsa, bu vasiyat şu vasiyat qiluvchining faqat ozodkorlariga bo'ladi, duna mavalihi. Ozodkorlisi ozod qilib o'tgan odam emas. Ya'ni vasiyat qilgan odam ozod qilib o'tgan qullar ozod qilib o'tgan qullarga tegmaydi. Balki faqat shu vasiyat qilgan odam bevosita ozod qilib o'tgan qulga ham tegadi vasiyat. Nemishqa majoz bilan haqiqat jam kelmaydi. Majoz bilan haqiqat jam kelmaydi. Chunki birinchi maval bu yerda nima? Haqiqat, ikkinchi mavalcho majoz. Unda ikkinchisiga taqdim bo'lib berilsak, bu yerda majoz bilan haqiqat jam kelmaydi. Biz nimaga amal qilamiz? Haqiqatga amal qilamiz. Demak, ya'ni agar ikkinchisiga amal qilish mumkin bo'lib qo'yada haqiqatga amal qilamiz. Ya diniy bir qoida chiqdi bizda. Ikki qoida. Biri majoz bilan nima? Majoz bilan haqiqat jam kelmaydigan qoida chiqdi. Ikkinchisi-chi, agar majoz bilan haqiqat jam qilganda nimaga amal qilinadi?
haqiqatga amal qilinadi, majozga emas degan ikki qoidani men chiqarib oldim hozir. Xo'sh, endi va siyaril kabir. Endi siyaril kabir degan qaysi kitob desa, bizniki Hanafi mazhabida kutubu zohirur rivoya deb 6 dan kitob bor. Al-asl deb atalgan kutubu zohirur rivoya deydigan, birisi navadir deydigan bir bor, navadir. Ular şaz yo'li bilan kelgan. Mutawatir emas, lekin bu kutubu zohirur rivoya bizniki İmam Abu Hanifa, Abu Yusuf, İmam Muhammed rahimehullohlardan mutawatir yo'li, mutawatir yoki mashhur bilan kelgan intayin kuchli sahih bo'lgan kitoblar 6 dan kitob. Bu kitobni kim yozgan? İmam Muhammed ibn Hasan esh-Shaybani rahimahulloh yozgan. Bu kitobning birincisi Al-Asl, Mabsut deb ataladi. İkincisi Cami'us Sagir, üçüncüsü Cami'ul Kabir, dördüncüsü Cami'u Siyarus Sagir, beşincisi Siyarul Kabir, altıncısı Ziyadat. Bu şu 6 kitap var. 6 kitap degen şu Siyarul Kabir diyordu. Şu bizim en mühim kitaplarımızdan bir tanesi dedik. Bu Siyarul Kabir diyen kitapta İmam Muhammed rahimehullah'ın kitabı. Ne diyordu? "Lev istemene ehlul harbi ala abaihim." Eğer can ehli, yani can kılıvatkanlar, Müslümanlar bilen can kılıvatkan kafirler ala abaihim ulanın dadıları için amallık sorursa, dadıları için amallık sorursa, la tedhulul ecdadu fil eman. Bu amallıkka buğular kirmeydi, çoğun dadılar kirmeydi o. Yani bizdeki dadılarımızga amallık bilen hadise can kılıp tuvatkan kafirler Müslümanlığa. Müslümanlık amallık belse ki kendikin bu fakat dadılarını kadar öldürmeydi. Aman kap koysa buladı. Çoğun dadıları bunun için kirmeydi. Nemiş ka degende dadısı hakikat, sözün hakikat manisi. Çoğun dadısı çoğu mecazi manisi. Anda oğandikin hakikat koyadı mecazga uymuyor. Hakikatle mecaz cem kemmeydi. وَلَوْ اِسْتَعْمَنُوا عَلَى اُمَّهَاتِهِمْ Eğer ulanın anılarına amallık dilese amallık fi hakkı ceddat çoğun anılarının hakkında, mumuların hakkında sabit bulunmaydı. Ve ala hâzâ hem de biz muşu kaideki asasen yani İmam Muhammed rahimullah'ın ki muşu meselede söylediğin sözüden biz demeni bildik. Hakikaten mecazının cem kemmeydi. Kallıkı ne? Bir meselede, bir halette ve hakikaten mecazga ishkenzga amal qilish mumkin bo'lgan chaqda mejazga amal qilinmay balki haqiqatga amal qilinadiganligini mushu qoidani bildik. Biz mushu qoidaga asosan iza awsa li abkari bani fulan bani fulanning yani palanining balalarini bani fulan deganimda palani jamoatining gapimda. Palani jamoatning qiz bolalariga bir odam vasiyat qilmaysan. Bir odam palanining qizlariga mening qason deb vasiyat qilgan bo'lsa لا تدخل المصابة بالفجور في حكم الوصية. Hem facirlik olan gibi yani zina olan musabet gibi yani kızlık yuqab ketken. Buna zina olan kızlık yuqab ketken kız valla mal vasiyetinin hükmüge kirmeydi o. Hem de bin bikir degen kim? Lehu bukara. Yani kızlık paydası var. Bize kız valla olan erkekmeyen kız valla. Hem de bunun hakikat manisi var, mecazi manisi var. Hakikat manisi erkekmeyen ve nime zina mı kılmagan, nikahlanmagan, veti mi kılınmagan, nikahlanmagan. Malum bunun hakikat manisi. Mecazi manisi çoğu nikahlanmagan. Fakat veti kılıngan bozumu, zina ile veti kılıngan bozumu, nikahlanmaganı mı kızda batılıdı. Bunun mecazi manisi. Hem de bir adam vasiyet kılgan olsa zina kılıp birisi erkekmepti yani. Nikahlanmaptı, aklı nikah kılmaptı. Lekin zina kılıp kızlık yo'qolib ketgan bo'lsa, mal vasiyetniki tahtiga ma kelmaydi. Mal vasiyetdan miras olinmaydi o. Ammo niyadiki al musabatu bil fujur deb qaytib qo'yishdan gunoh bilan, zina bilan qizlik yo'qolib ketgan deganda nima chiqib ketadi? Ya'ni agar bir qiz bola bir sek degan qattiq seklab, ya velosiped minib, ya bir kasallik qilib, buni qizlik pardasi yo'qolib ketgan bo'lsa, erkakmi zina qilmay bu maddenin hükümdeki tahtiga daxil bo'ladi. Velav awsali bani fulanin agar bir odam falon jamoatiga vasiyat qilibdi, falon jamoatiga valahu bunun valahu banun degan gap u falon jamoati, falonining nimasi banu o'g'illari bor ekan. Va banu banihi va falonning bolalarining ham bolalari, o'g'illarining o'g'illari, ya'ni navralari bor ekan, navra. Bo'lsa kanatul vasiyatu li bani. Vasiyat
libaniga shu o'g'illarga bo'ladi duna banihi. Ya'ni nevrilerge emas, nevrilerge emas. Endi yani bir adam falanının ballarga bunda mal mülküm kalsın deb vasiyet qilgan bo'lsa, falanınınki balası oğlu ekan ve falanın nevrisi bor ekan. Bu vasiyet kim gitti tegishli bo'ladi desa, balasi tegishli bo'ladi. Nevrga emas. Chunki bala degan haqiqat, nevr cho majaz. Unda olgandan keyin haqiqat qo'yadi majaz o'rni yo'q, haqiqat bilan majaz jam kelmaydi. Qala ashabuna. Endi bizning ashablarimiz bundaq dedi. Law halafa bir adam agar falani xon bilan nikohlanmaydi deb qasam ichgan bo'lsa, halbuki u falani xon ajnabiy ekan, yot ayol ekan. Yot deganga buni xotin emas ekan. O'zini xotin bo'lmagan yot bir odamga men falani xonni olmayman nikohimga degan bo'lsa, qasam ichgan bo'lsa, falani xonni olmayman deb oilasidan qasam ichgan bo'lsa, kana zalika alal aqdi. Bunun aşu qasimi alal aqd degan aqdi nikoh bo'ladi. Nimaga emas, vatiga emas. Asli nikoh deganning asli ma'no, haqiqiy ma'nosi nima? Vati. Nima majoziy ma'nosi shu? Aqd. Endi miyada kana zalika alal aqd nima bo'ladi? Aqdga bo'ladi. Aqdga degan gapi buniki majoziy ma'nosi bo'ladi. Ve haqiqiy nimasiga majoziy ma'nosi bo'ladi, haqiqiy ma'nosi emas. Mana bu bir qarash. Lekin aqdni yeni bir qarashda aqd haqiqiy ma'nosi vati majoziy ma'nosi deganim bor. Lekin yeni uchinchi bir qarashda ya bu unda ma'nosi emas. Nikoh degan nimasi jama' degan gap, jug'lash degan gap. Bu agar lafz aqvolni jug'lashlab qolsa aqd nikoh bo'ladi. Agar nimani abdan badanni jug'lashlab qolsa vati bo'ladi deganlar bor. Ish qilib qanday bo'lmasin, mishada vatiga amr qilinmaydi, nimaga? Aqdga amr qilinadi mishada. Nima uchun? Chunki haqiqatlar majaz jam kelmaydigan uchun. Biri haqiqat, biri majaz ham buniki. Hozircha deb turmada, aqd nimada majoziy ma'no deb turamiz. Agar bir faloni xon ajnabiy ekan, yot ayol ekan, buni nikohga olmaydigan qasam ichgan bo'lsa, bu yana buni men nikohimga olmayman degan bo'ladi. Falonlar vati qilmayman degan bo'lmaydi. Vati qilmayman. Mesela hatta law zana biha la yahnas. Hattoki agar shu qasam ichgan ayol bilan bu odam zina qilsa, qasimahani so'nmaydi. Tabiiy uni ajmi qilib uni o'tirib jazolab, lekin mishadagi qasimahani so'nmaydi, buzilmaydi. Nimishqa? Chunki ashadagi qasimi nimaga? Vatiga va nikohga amr qilinmaydi. Ya vatiga amr qilinadi, ya nikohga amr qilinadi. Endi bir hisob qo'yamiz. Nimishqa bu vatiga amr qilinmaydi desa, ya'ni musulmon degan bir yerda men faloni bilan zina qilmayman demaydi. Men faloni xon bilan zina qilsam, faloni xon bilan zina qilmayman deb qasam ichmaydi. Nimishqa? Zina qilish harom ya. Zina qilish harom ish. Lekin falonini nikohga olmayman deb qasam ichishi mumkin. Shuning uchun buni o'ylaydigan bo'lsak, qamayadi vati degan ma'no eklanmaymiz. Nikohda bo'lmagan odamni bir şey men vati qilmayman deb qasam ichamdi. Shuning uchun. Endi vala in qal amdi xo'sh, biz hozir mishakchi nima deb keldik? Sizning haqiqat bilan majoz jam kelmaydiganligini. Buniki dalillarni, farqi bo'lgan dalillarni hamma keltirib, bir usul qoidasini chiqarib bo'lgan bo'ldi. Endi vala in qal albatta biz qasm qarshi tarafdan birisi bunda deb qolsa. İza halafa la yadawu qadamahu sila ajab majozlar haqiqat jam kelmaydi, hargiz jam kelmaydi deb ketibsizlar. Sizlarning furu'dan chiqargan ba'zan hukmlaringizda majozlar haqiqat jam kelib qoldi-ku. Buning qanday javob bersizlar deb. Deb 2-3 misol keltirdi. Biri, İza halafa bir adam la yadawu qadamahu fi dar fulan. O'zining qadamini falonning hovlisi qadamini qo'ymayman deb qasam ichgan bo'lsa, yahnathu. Buning qasami law dakhala hafiya bu hovliga yalan oyoq kirsa yoki bitingi kiyib, oyoq kiyib kirsa yoki rakiban uloqqa minib kirsa, qasami xonis bo'ladi. Bo'ladi-ku. Ya'ni bir şeyda falonning hovlisiga oyoq bosmayman debdi. Bu oyog'ini yalg'oylab bossima, oyoq kiyib bossima, oyoq uloqqa minib kiyib bossima, nima bo'ldi ekan? Qasam xonis bo'ldi ekan. Demak, sizlarda Neredeki asli ma'nosi qolsa qadamini quyosh, yalg'oylab qadamini quyosh asli haqiqat ma'nosi.
ayak kiyish yoki uloq minib kiyishchi bu majoziy ma'nosi. Demak, siz hammamiz qanday kiysa, anis bu deb siz majozni haqiqatni jamlab sig'maydi. Va kazalik va ana shuningdek, irad insoniy hamda ikkinchi e'tiroz hamda. Shuning o'xshash. Law halafa la yaskunu dara fulan hamda. Falonning hovlisida turmayman. La yaskunu dara falonining hovlisida men turmayman deb qasam ichib berdim. Askun degan gap aytadiman, yashamayman. Turmayman deb qasam ichgan bo'lsa, yahnasu law kanat ad-daru milkan li fulanin aw kanat bi ujratin aw aliya. Yani bunun qasimi agar bu odam un palaniki mülk, yani mülk algan uyda tusuma yoki bir ijaraga algan uyda tusuma yoki aliyatga algan uyda law sakana fi baytin lahu ista'arahu aw ista'jarahu aw amlakahu. Yani mülk algan uyda tusuma, ijaraga algan uyda tusuma, aliyatga algan uyda tusuma qasim hanis bo'lib ketadi dedinglar bu. Asli ma'nosi, haqiqat ma'nosi falonining uyi degan gapdan uniki mülk uyi olsa haqiqat ma'nosi bo'ladi. İcaraga olgan bo'lsa yoki oyatga olgan bo'lsa bu majoziy ma'nosi olgan bo'ladi. Bu yerdami sizlar haqiqat bilan majozni jamlabsizlar ku. Va zalika jam'un baynal haqiqati val majaz. Ana shu haqiqat bilan majozni o'tirish jamlashdir desa, unga uchinchi itiroz hamda, uchinchi irad misalis. Va kazalika ana shuningdek law qala, yana bunda desa, abduhu hurrun yawma yaqdumu fulan. Faloni kelgan kunida mening qulim ozod deb kisi bunda degan bo'lsa, faqadima fulanun an falani laylan kechida kelsin aw naharan ya kunduzda kelsin yahnas degan gap buni qasmi hanis degan gap, ya'ni uni qul ozodlik, quli ozod yatiq abdu. Uni quli ozod bo'lib ketilmadi u. Yani sizniki mazhabingni shunda deb bor. Ondan asli yawm degan gap, yawm deganning haqiqat ma'nosi nima? Haqiqat ma'nosi nahar shar'iy. Yani bomdatdan tortib shamgacha. Endi nahar lug'aviy desa kun chiqqan tortib shamgacha nahar lug'aviy. Nahar shar'iy bomdatdan tortib shamgacha. Hozir kichik degansiz kunduz degansiz ozodlab ketadi dedanglarsizlar. Farqda, tarmoq hukmlaringlarda. Mushumu haqiqatdan majozning orasini jamlash bo'lmaydi nima degan mush e'tiroz kelib qolsa, qulna buningga javoban deymizki, birinchi e'tiroz javoban bunda deymiz. Vad'ul qadami endi falonining qo'rosiga oyoq bosmayman degan bu qasam bu yerdagi oyoq bosish degan gap nima? Sara majazan ani duhul. Yani falonining hovlisi kelishdan majoz bo'lib qoladi bu. Kelishdan majoz. Yani faloni la adkhulu dara fulan degan bo'ldi. Falonining qo'rosiga kirmayman degan bo'ladi. Nima dalilimiz demasa bi hukmil urfi. Örfünün hükmünden. Bizdeki delillerimiz bir örfte bir delilimiz var. Yani örf nemi hüküm kılıdı o? Mesela bir adam falanın uyga ayak, ikkinci ayak basmış olmayma dese, bunun örf adette kişilerde adetlengen, adet boyunca nemi de düşünülmez. Falanın uyga kirgici olmayma diyen bu bunun mendisi de düşünülmez. Hoş, emdim. Ve duhul, bu falanın hulusu, bu kirişten hulusu, la yetefavatu fil fasleyn. İkinin basında ilgispaz, fark bulmaydı. Bir adam yalan ayak girsin, yoki ayak girib girsin, yoki uloqqa minib girsin, qanday kiysin, bu nima farqi yo'q, kirgan bo'ladi. Endi men buni demoqchi bo'lganim nima edi? Bu yerda biz haqiqat bilan majozni jamlagan ish yo'q. Haqiqat bilan majozni jamlagan ish yo'q. Chunki buning haqiqat ma'nosi vadul qadam, ya'ni oyoqni yalan oyoqni yerga qo'yish. Lekin buning majoziy ma'nosi nima? Kirish, duxul. Endi agar bir adam yalan ayak ayağını mesela falanın bir huylusuga şunda qo'yapti. O'zi teshib turib, qoshqini qo'ygan bo'lsa, haqiqat ma'nosi bo'ldi, lekin qasmoni sunmaydi. Nima uchun? Bu yerda kirish tepilmadi. Bu yerda haqiqatlar majoz jamlamadi. Shuning uchun jamlamadi. Amisi yalg'aylar yoki uloq minib kiysicho desa, bu bitaliq umumul majoz. Umumul majoz bilan yerda. Umumul majoz degan gap bu kirish degan gap nima? Umumiy bir doira. Ya'ni yalang'och kiysim u kelgan bo'ladi. Oyoq kirib kiysim u kelgan bo'ladi. Uloqqa minib kiysim u kelgan bo'ladi. Bu bitalik umumiy majoz bilan andin nima haqiqat ichiga kirib ketib qoldi. Nima ichiga? Majoz ichiga. Lekin ikkisi bu jamlash emas. Ve dukhulu la yetefavatu fi fasleyn.
Hoş emdi ikinci yaratığın cevabı, ikinci itirazın cevabı. Ve daru fulan falanının huylesi sara mecazen en darin meskunetillah. Emdi ben falanının huylusunu turmayman diyen kasem. Nimede mecazlap kalıdı o? Yani en darin meskunetillah diyen oldu. Yani falane turgan huylu tuturmayman diyen oldu. Yani falane yaşavatkan, olduruvatkan meskune. Yani ana la eskunu fi darin yeskunu fiha fulan diyen oldu. Bunu manası. Yani mecazlap kaldı. Yani palanın oysuga palanın fuğası doğan, ya icarap oldugan, araya oldugan diyen olmay belki palanı oldugan öyde men oldumayman diyen oldu bunun gibi manası. Ve zâlike la yetefâvetu beyne en yekûne milken lehu ev mulken lehu ev kânet bi ücretin lehu ev âliye. Yani emdi palanındaki bir öyde oturuşu. Koy onunki bu oldugan üyü onun yüzünün ağan mülk ağan üyü olsun. Ya ki icarga ağan üyü olsun fark etmez. Bu demek bir yerdeki gap bu umumul mecazül ulen yani. Yani falan tuğan öyde ben tuğmayman diyen oldu bu kasem manası. Yani aşı adam tuğan öyde. Aşı adam tuğan öyde. O tuğan üyü ne olsun? Oy mülk ağan üyü olsun. Oy icarga ağan üyü olsun, ayetga ağan üyü olsun. Şu adamdan tuğan öyde tuğmayman diyen oldu. Eğer bu yerdemi çıkıp da eğer bu adam onun üyüken dikin aşı adamın yüzü tuğmağa basıyor da kasmanı sunmaydı. Anladın? Asıl yani aşı adamın yüzü tuğmağa bassa hatta yüzünün üyü o kadar da bu kasmanı sunmaydı. Maksat mi yerden mi? Sukun yani falan tuğan yerde ben tuğmayman diyen olduğunu mesela değil. Vel yevm emdi. Üçüncü meseledeki falanı kergen günde kulum azat yaptı. Üçüncü meselede. Falanı kergen günde kulum azat diyen meselede el-yevm bir meselede kulum yani kiliş meselesi de ibaretun an mutlakil vakit. Bu mutlak vaktin ibaret. Yani bir yerdeki yevm mutlak vaktin ibaret. Yani yevm diyenin ki hakiki manası gündüz diyen budur. Asli manası. Gün diyen yani gündüz. Lakin bu mecazi mani işletildi bir yerde. Cemleşiz bir yerde cemleşiz vergini yok. Hakiki mani bilen mecazi mani cemleşiz vergini yok. Nembulap bir yerdeki yevm mutlak vakti meselede kadir ise لأن اليوم إذا أضيف إلى فعل لا يمتد يكون عبارة عن مطلق الوقت. Çünkü yevm diyen söz kaçan ki suzulmaydıgan bir fiilga, suzulmaydıgan bir fiilga nima kılınsa, izap kılınsa, kilish, çıkış, kilish diyen okşaş. Suzulmaydıgan bir fiilga izap kılınsa, nispet verilse bu yevmning ma'nosini bo'ladi o. Bu çağda mutlak vaqt bo'ladi. Mutlak vaqt. Eğer anda olmay, mesela sumtu degandek mesela, ro'za tutdim degandek, yani suziladigan, kiyim kiydim, gap qildim degandek uzun suzaladigan, piyil kiyib qolib qolsa desa, bu chaqda nima bo'ladi o, shu kun chiqqanini tatib, kun o'tirsa yoki bomdatni tatib, kun g'urub qilchi bo'lgan vaqt ko'z tutadi. Buni hikmati nima? Nima qanday bo'ldi desa, chunki suzalmaydigan fiilga yevm degan söz suzalmaydigan bil kelib qolib qolsa, buni bir so'zganning foydasi suzalmaydi u. U nima qilishga masalan bir kirishga, chiqishga bir vaqt ketmaydi, kirishga bir lahza dedim kelgan bo'ladi. Men bir sekund o'tsa men kiraman. Bir sekund chiqaman. Buni nima ketmaydi, bir kun ketmaydi. Bunda ishlarga kishgan vaqtida bunun ma'nosi avtomatik holda mecazi ma'noga o'tkilib, ya'ni kecha kunduz olamda bir vaqt, mutlaq vaqt, uzoq vaqt olamda, qisqa vaqt olamda, mutlaq vaqtga aylanib ketadi. Shunga bunun ma'nosi yawma yaqdumu fulan abdi hur deb qasamishgan bo'lsa, falon kelgan kunda mening qulim ozod degan ma'nosi, falon kelgan chaqda degan bunun ma'nosi. Falon qachon kelsa, kecha kelamdi kunduzi, yozda kelamdi qishda, bu qachon kelsa ozod degan bo'ladi bunun ma'nosi. كما عرف شنو تنظرندك فكان الحنث بهذا الطريق بهذا bu hanıslık ma yolulan yani umumul mecaz yolulan la bi tariqil cem'i beyne hakikati vel mecaz yani bir söz geldik bu da söz davran buludu
nima bilan emas? Haqiqat bilan majoz bilan o'tirishni jamlashuv bilan emas. Deb bizga hozir musallimiyat umumul majoz degan uch qismga olmadi. Muhammad sayda umumul majoz bilan bo'lgan ish. Ha. Endi bizga demak çoğuna hozir bugungi darsimizda cho'ng 3 xil qoidani deb bergan bo'ldi. Biri haqiqatning ta'rifini bilib oldik. Haqiqat degan mastu'mila ma lima wudi'a lah. Majaz degan mastu'mila li g'ayri ma wudi'a lah li alaqa. Deganni bildik. Undan keyin yani la yejtemi'u al haqiqatu bil majaz ma'al majaz fi halatin wahida fi lafzin wahid. ما قاعد بدك ونودكين لو أمكن العمل بالحقيقة لا يعمل بالمجاز. أجل حقيقة كعمل قدش ممكن بوسا مجاز عمل قدش ممكن من ضمن ذا. لكن شو إمام محمد رحمه الله نكى قولنا شو قاعد لا تخته. هم دبنا كين كده من ذا يدبون إن شاء الله. حقيقة شكل من دو حقيقة متعذرة مهجورة مستعملة ده شو كين كده اسمه سودا إن شاء الله. ونا كين كده اسمه ده مستفسد ديمس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أجنبي بره عموم المجاز بقول. أن مهم بقول مثلا عموم المجاز. عموم المجاز ne تخم خصوص شان مثلا bir adam ben Fırat deryasının su içmeyi ben de kazamışken olsa. Bu adam Fırat deryasının yetip su içsima, kuldu su içsima, kaçı da su içsima, cömekte ögabı su içsima kasıma hanıs buludu. Bir yerde buni haqiqat ma'nosi Fırat deryasının su içtiğinde haqiqat ma'nosi dum etib ichish. Qulma hech bir vosita ichish haqiqat ma'nosi. Uni kenidan qolgan ma'nosi cho yetib ichish, suqulda ichish, jo'mak chelak qachulan ichish degan ma'nolarmisi ichish degan gapni ichiga kiradigan majaz. Majaz bu yerda ichish. Ya'ni men Fırat deryasının su içmeyman degan gap bo'ldi. İchish degan gap. Şu işin içine hemmimiz kirib ketadi. Şu majazdan dairesi içine dum etib içimiz kirib ketadi. Demek majazdan dairesi kan olsa haqiqat majazdan farqlaridan bir farq bo'lib qolgan chaqda o'shunda bataladi umumul majaz. Bunda chaqda jamli shifqat qashwa. Bunda chaqda jamli shifqat qashwa bu jamlashganlik nima emas? Haqiqatlar majazni jamlilik emas, balki umumul majaz bilan jamlilik deb ataladi. Bu joiz. Bizda bu joiz. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.